Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, Usta tog'alar kanalini va Umid.uz kanalining obunachilari. Biz xudo xolasa bugun 22-mart sanasida bo'lib turgan uy qurilish narx-navolari haqida gaplashamiz. Usta tog'alar kanalining admini Baxtiyorjon ukamiz o'zlari ham glavniy usta, ham adminlik qiladi va sizlarga imkon qadar qo'ldan kelgancha kanalida mana shunaqangi qurilishlarda har xil turlari haqida ma'lumot berib kelyapti. Qiziqish sifatida bizning kanalimizda obunachilar ham bu kanalga o'tib, obuna bo'lib, videolariga like bosishni unutmanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umidjon aka. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Bugun xudo xolasa sizni kanalingiz uchun kontent qilyapmiz. Kechagi kuni meni kanalimga syomka bo'lgan edi. Ikkala kanalda ham baribir o'ziga yarasha obunachilar bor. Bugungi videolarimiz mana shu qurilish sohasida bo'ladi, ya'ni asosiy narx-navo 2025-yildagi uy qurilish haqida. Hozir betondan boshlayveramiz. 2025-yilda beton quyish narxlari bo'lsa, hozir o'zimizda apparatkalar bor. Usta tog'alar kanalida. Usta tog'alar nima qila oladi degan savolga birinchi javob berib. Nima imkoniyatlari bor degan joyga. Apparatkamiz bor, betonchi brigadamiz bor, g'ish uruvchi bor, tom yopuvchi bor. Xullas bitta joyga borsak, patkulish topshirib beraveramiz. Xo'p, demak, betondan boshlaydigan bo'lsak, narx-navo qancha bo'lyapti? Padushka quyish yoki tepasini quyish? Xo'p, padushka bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa padushkani 45 mingdan qo'yib berdik. 1 metrini. 1 metr. Nechiga nechi hisob eding? Eniga 60, balandligi 20 sm bo'lsa. 20 ga 60. Misol uchun mana bizniki 30 ga 70. Shu holatda bo'lsa-chi. Bu tepaga qarab chiqib ketaveradi, hali joyiga qarab, agar yumshoqroq bo'lsa, ko'proq ko'lansa, 60 minggacha qo'yib berdik. 60 minggacha padushka. Ichidagi karkazlari ham billa. Billa, karkaz so'qish hamma joyi ichida. Tosh tashlash, tosh tashlamaslik qanaqa? Farqi yo'qmi? Yo'q, farqi bor. Uy egasiga qarab kelishinaveradi. Agar tosh tashlamasdan qo'yib bering desa, juda qimmatroq bo'ladi. U faqat loy ko'proq ketadi, o'zingizlar bilsangiz kerak. Rasxoti hamcha bor. Endi uni uy egasini, klientini imkoniyatlariga qarab qilib beraveramiz. Tosh tashladi desa tashlaymiz, tashlama desa shu. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, 1 metri apparatkamizni bo'yi 70 sm. Ashuni to'ldirib berishimiz 65 ming so'm. 65 ming. Bizniki hozir 50 mana. 50 ga 40. Buchi? 50 ming. Bu 50 ming so'mga bitadi. Eng baland joyi o'sha 70 sm bo'lsa 65 ming. 60 mingdan 65 minggacha qo'yib berdik. Bu endi narxni shunday sanab berish. Ichida endi o'sha apalovka, mishalka, hamma yo'q komplekt. O'zimizda uy egasi hech narsa qilmaydi. Faqat semun shag'alab bersa bo'ldi. Qolgan hamma joy o'zimizdan bilan keladi. Endi ma'lumot o'rnida shu joyga kelganda men aytib o'tay, bu yerda aynan o'zimizning xonadonimizda qurilish bo'lyapti. 135 metrlik beton quyilgan. Bu betonga 6 ta kamazda sheben ketdi. Metpisok bilan 50 aralashgan. Buni kamazchilar, mashinachilar o'zi kompotdirga aralashgan holatda kelyapti. Sementimizga keladigan bo'lsak, 12 tonna sement ketdi. Bir qopini fevral oyida 23,5 ming so'mdan uyga kelib tushirib ketishgan. 12 tonna sement ketdi. Armaturlarimizga keladigan bo'lsak, 14 li armatur tashlandi. Ichiga tosh tashlangani yo'q. Betonni tagiga ham, tepasiga ham umuman tosh tashlangani yo'q. Endi Baxtiyor aka g'ish sohasiga kelganda, asosan sizning yo'nalishingiz g'ish. G'ish urish. G'ishni ma'lumotlarni bersak. Hozirgi kunda bitta xom g'ish yoki pishiq g'ishni qo'yib berish, ya'ni urib berish qanday? Xo'p, xom g'ishga keladigan bo'lsak, mana shu hozir endi siznikidan mana shu yerda ish bo'lyapti. Umidjon akam o'zlari g'ish, xom g'ish olib ichkariga bosib qo'yganligi uchun bizga juda qulaylik uchun 400 so'mdan urib beryapmiz bir dona g'isht. Ayol tagida bo'lganligi uchun. Agar shu ko'chaga tushirib, ko'chadan toshiydigan bo'lsak, 450 dan 520 so'mgacha ketaveradi ag'a. Hali vaqt oladi endi ko'chadan tushirib ichkariga toshi. Bu endi tayyorlik uchun 400 so'mdan endi odamlarga tushunarli qilib aytib o'tib ketay. Xo'p, pishiq g'ishga bo'ladigan bo'lsa, rastvor urishimiz shunday 600 so'm rastvorga. Agar tikka sho'piga loy to'ldirib uradigan bo'lsak, 1200 so'mdan 1800 so'mgacha ketaveradi. Holatiga qarab urilishdi. Uni mana shu uy egasi bilan kelishib, menga mana urib berdi desa, shunaqa. Xullas uy egasi klient qanaqa xohlasa, xuddi shunaqa qilib urib beraveramiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana aytib o'tishdi. Uyning ichiga taklangan xom g'ish bo'ladigan bo'lsa, 400 so'mdan
agar ko'chadan toshib uriladigan bo'lsa 450 dan 500 so'mgacha holatiga qarab bo'lar ekan. Hozir bu tomonlarimiz asosiy devorlarimizni aylantirib urib chiqilyapti. Hozir ish bu tomonda bo'lyapti. Ba'dan ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, aziz obunachilar, yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Hozir mana beton sohasida, sement sohasida qilinayotgan ishlarni aytib o'tildi, ya'ni instrumentlar, mishalka, apalovka va boshqa narsalar hammasi shu betonni narxini ichida usta tog'alar o'zlari olib kelib beryapti. Endi usta tog'alar deb nomlayveramiz, chunki YouTube'da o'sha usta tog'alar nomi bilan kanal yuritishadi. Hozir mana bu tomonni ko'rsating operatorimiz. Bu yerda mana usta tog'alarning komandasi turpoqlarimizni elash jarayoni bo'lyapti, chunki turpoqni ozgina kesagi ham sifatsizroq chiqib qoladi. Bu yerda mana ikkita akaronkada, katta karetada loy qilinyapti. Bu kareta, arava, lapatka, ketmon va boshqa mayda-chuyda instrumentlar hammasi usta tog'alarning o'zlari bilan birga kelyapti. Narx-navo ana shu 400 so'm. Hozir mana shu oyoq tagida g'isht taklanganligi uchun 400 so'mdan urilyapti. Mana shu hammasi ichida. Xo'p, haliginda aytib o'tdingiz, patkulich deyilyapti. Patkulich. Atdelshiklarimiz ham bormi? Bor. Shu hamma yo'lni bitirib chiqib ketaveramiz. Endi biz bas, hali bizni usta tog'alar ichida hali hammamiz biz misol g'ish urib, sesmopoyez qo'yib, tomgacha tayyorlab beramiz. Komanda bitta, lekin bo'lak-bo'lak. Ha, bo'lak-bo'lak. Biz misol mana betonchilarimiz bor. Betonchilarimiz kelib betonni quyib kelsa, orqasidan g'ishchilar keladi. G'ishchilar urib, sesmopoyezni quyib kelsa, undan keyin tomchilar keladi. Keyin suvaqchilar bor, elektriklar bor, santexniklar bor, atdelchi, pol qoquvchi. Xullas, xohlasa shu patkulich qilib topshirib beradi. Hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Hali xullas uyda egasi boshqa ustaxlar yugurib unaqa qilmaydi. Hamma yo'qni o'zimiz qilib beramiz. Xohlasa shu santexniklarimiz o'zi material olib keladi. Har tomonlama kelishilaveradi. Agar misol musofirda yurgan akalarimiz bo'lsa, hali narsa toshigani imkoniyatlari yo'q, puli bor-ku, yo'q. Shunga endi santexniklar bo'lsa, xullas hamma nimani o'zimiz ichida qilib beraveramiz. Har tomonlama. Musofirda yurganlar, demak, kamerada ko'rib tursangiz bo'ldi ekan. Uyda qurilishini, barcha materiallarni ustalar o'zlari bilishadi, qanday tanlashni, ya'ni biz va sizdan ko'ra ustalar o'zi yaxshi biladi, qaysi materialni qanaqa qilib qayerga ishlatishdi. Demak, patkulich holatda topshirish imkoni bor. Bor. Xo'p, hozirgi bo'lib turgan ishlarimiz haqida yana ma'lumot beradigan bo'lsak, sesmopoyezlar narxi yoki haligi tumbalarni, bunaqa burchaklarga quyiladigan tumbalarni narxi qana bo'lyapti? Hozir endi sesmopoyez deydi. Biz endi hozir mana uni boshqa joylarda ana stoykasi отдельный, pirmichkasi отдельный ekan, biz bitta qo'yamiz. Sesmopoyez deb qo'yamiz, bo'ldi. Hammasi ichiga kirib ketaveradi. Ichiga kirib ketadi. Endi ana 1 metrini karkas so'qish ichida 60 mingdan qo'yib beryapmiz. Ag'i ketaveradi. U 60 mingning ichida 25, eng baland joy 25, ya'ni 40 sm. Mana shu stoykasi ham, endi pirmichkasi arzonroq. Oxirgi marta 50 ming. Pirmichka endi eshik romlar tepasi. Eshik derazalar usti, unga endi 4 ta armatura to'qib quyib berishimiz 50 ming so'm. Qolgan devorlar usti anu qanaqa desam tushuntirsam, mana bunaqa. O'rtalarida. O'rta devorning ichiga qo'yib ketgan stoyka deyishar ekan, biz ham uni ham shu sesmopoyez deb qo'yamiz. Hammasi ichida ketaveradi. Ichida 1 metr 60 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Endi tushunarli. Hozir mana armaturda aytib o'tdik, o'sha sismani tepasiga, misol uchun 12 li ishlatsa ham bo'laveradi, tepaga ham. Ha, shu. Endi men hozir bu ichlariga 14 li ishlatyapman, tumbalarni o'ziga. Xudo xolasa, agar armaturamiz yetmaydigan bo'lsa, men ham 12 li olib kelib beraman tepasiga. Ha, 12 li. Endi ana pirmichka deyilyapti, eshik romlar tepasi. Ular tagida hech narsa bo'lmaydi. Eshik romni joyi, pustoy joy. Ularga nechchilik armatur tashaladimi? Ana shu 14 li yetadimi yo qalinroq tashaymizmi? Yo'q, 14 li bemalol ko'taradi. 4 tali qilish kerak. 4 tali tashaladi. Keyin eshik romlarni razmeriga qarab ketilaveradi. Agar 3 metr, 2,5 masofasiga qarab turib armatura qo'shilaveradi. Agar 1.30, 1.5 joyga bo'lsa, o'zi asli 12 li armatura yetadi. Hali 6 li sim to'qiladi-yu. O'shani sal orasini yaqinroq qilib turib, 12 li ishlatsangiz ham bo'laveradi. Tushunarli. 12 li. Endi hamma joyda ham eshik romlar tepasiga beton quyilmaydi. Yo'q, albatta. Agar imkoniyat bo'lsa, beton quyilgan yaxshi. Agar manaqa joyda mana siz eski uyingizni buzibsiz, materialingiz ortiqcha, uni tomga ishlatib bo'lmaydi. O'zi pirmichkaga qilib yog'och tashlab turib, oldin yog'och tashlab turib, nimaga pirmichka quyilyapti? Hali atga solganda yorilib ketyapti. Endi biz nima qilyapmiz? Suv shikaturchilarimiz nima qilyapti? O'sha yog'och tashalgan joyga
albastr tortmasdan gipsokardonda o'rab o'tib ketilyapti. Gipsokardonda 4 ramka chiqarib ketishyapti. Ramka chiqarib ketilyapti. U juda qulay bo'ladi. Hali u asosan atga solinganda yoriladigan narsa yog'och. O'shaning uchun yog'ochdan voz kechilyapti. O'zi ko'tarish nimasi bir xil bo'laveradi. Ikkovi ham bir xil vazifa bajaradi. Baquvvat narsani g'ish urilgandan keyin g'ish o'zi bir-birini qisib qoladi, suyasga ketaveradi. Xullas shu yorilib ketayotganligi uchun beton qilib beryapmiz ko'p joyda. Endi mana sizda yog'ochlaringiz bor ekan, Romis 1.30 da standart bo'ladigan bo'lsa, bemalol yog'och tashab, yog'och ishlatishimiz mumkin. Bemalol bo'laveradi, u ko'taraveradi. Nima desangiz, tepasiga 3 qator g'ish uriladi, keyin bitta seysmopoyezd aylangandan keyin yog'ochga hech qanaqa kuch kelmaydi. Seysmopoyezd o'ziga o'tib ketaveradi. Tushunarli. Xo'p, asosan mana hozir seysmogacha bo'lgan narx-navolarni aytishga harakat qilyapmiz. Bu g'ishimiz ruchnoy quyilgan g'ish, 2024-yilda quyilgan g'ishlarni ishlatyapmiz. Endi tomga keladigan bo'lsak, tomda ham agar narx-navosini biladigan bo'lsangiz, shiperlar narxi qanchadan qoqilyapti? Xo'p, hozir tom shiper narxi bo'lsa, bir dona shiperimiz hamma yo'q ichida 70 ming so'm. Nimalar endi hamma yo'q? To'sin tashab berishimiz, to'sin chopib berishimiz, murlat qoqib, tashab, vassasini qoqib, zardevolini urib, loyini bosib, shu tomni bitirib chiqib ketamiz. Uning ichiga bunaqa tarnolar borki, yomg'ir suvi tushib ketadigan joylar u metriga qoqiladi u. Tarno metriga. 70 mingdan tashqari, misol 1 metrini 10 mingdan, 8 mingdan kelishilib, bo'lmasa tayyor lato olib kelib beraman desa, o'sha u latoylar kirmaydi, qolgan 70 mingning ichida. Endi shu latoyda ham kelishuv asosida kirgizib yuborsa bo'ladi. Bo'ladi. U kelishilib, misol hamma yo'qning ichida desangiz bir 75 ming yo 80 ming bo'lib qolishi mumkin. Baribir kimdir zardevolni o'zi qo'lidan keladigan bo'lsa, aka-ukasi bo'ladigan bo'lsa, men o'zim urishim mumkin. Bor, shunaqa. Yoki tom suvoqni o'rniga hozir penaqmi bir narsalar quyishyapti, shunaqa quydirishim mumkin deydi. Unisi misol to'sin tashlash, quruq tom deb qo'yamiz. To'sin tepasi zardevol urmaymiz, strapl qoqib turib, shiper qoqishimiz 45 mingdan 55 ming so'mgacha. Bitta shiper. Qolgan misol o'zimiz to'sin tashab loyini bosib beramiz. Qandosh urlar bor, hasharchilar bor deydigan bo'lsa, u tomoniga o'sha zardevol hashar deyiladi. Mahallaga o'rta yarimni urib qo'yilaveradi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ag'ini ustaga o'zingiz qilib beraverasiz deydigan bo'lsa, 45 ming so'mdan 55 ming so'mgacha kelishilib qilib. Tushunarli. Demak, imkoniyatdan kelib, agar o'sha quruq tom deyilyapti, zardevolgacha tomni tashab o'sha strapil qoqib berishi 40 ming, 45 ming. 40 mingdan 55 ming so'mgacha. Undan u yog'iga qo'shiladigan bo'lsa, zardevol, tom suvoq, ular kirib ketadi. Anaqa nimalari, tanlovlari kirib ketadi shuning ichiga, xudo xolasa. 75 ming so'mgacha. Tushunarli. Aziz obunachilar, hozir mana qurilayotgan turgan uyimiz bu yerda 5 xona uy qurilyapti. Asosiy katta xonalarni aytyapman. Ichida 2 ta hammomi bor, 2 ta koridori bor. Xudo xolasa, mana uylarimiz bitgan sari bizning kanalda yoki mana usta tog'alarning kanalida etap-etap ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, mana Baxtiyor akamiz shu yerda bo'lib turadigan bo'lsa, barcha ma'lumotlarni beramiz. Chunki hozir aytib o'tganimizdan beri ish jarayonida lekin ko'zga ko'rinmagan rasxodlar chiqib qolishi mumkin-da. O'shanaqalarni ham imkon qadar aytsak, mana 25-yilda uy quraman deganlarga bir shablon bo'lib qoladi. Narx-navoni chamalab, menda buncha pul bor, misol uchun qurilishni boshlasam bo'laveradi degan fikrda bo'lib qolishadi. Usta tog'alar kanalini kuzatishda davom etinglar. Qo'llab podpishka turasizlar, yaxshi video chiqarishga harakat qilamiz. Imkon qadar bu videolarga like bosib, ko'proq tanishlariga, uy quraman degan obunachilarga tarqatib qo'ysangiz, bir manfaatli bo'lsa, sizga ham bizga ham foydasi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli.